Furqat tumani 29-maktabda direktor lavozimida ishlab kelaman. Daromimiz bor edi. Ona til ma'lum. Haftamda 2 maktabga plak keldi. Limonqa boshqa. Bu o'zlari uyushtirib turib olgan videolarni go'yoki ushlab oldik deb olishyapti. Agar videoga ahamiyat bersangiz, u kesilgan, montaj qilingan, qaytlaridir bir boshqacha qilib nima qilishyapti, yaxshi. Bunga ajablanmadim. Ochig'i men 8 oy, 9 oydan beri bunaqa holat kutib turdim, lekin ikkita odam agar ular haq bo'lib turib, men nohaq bo'ladigan bo'lsam, o'zini o'zi rahmat silaga deb qamalga ketmasa kerak. Keyin qolganlari ham mana sud bo'yi biz bu qizni tahqirlamadik, videoga olmadik. Biz umuman ijtimoiy xabarga hattoki siz o'sha yerda bor edingiz, qo'limizni tekkizgani jirkandek degan holati borda, lekin videoda ko'rib turibsiz, sudraklayotibdi, hali ag'dan uni tortib, hali buni tortib nima qilyapti. O'zim bilan ko'rdim, u yerda ayniqsa ikkita odam faol ishtirok etdi. O'shalarning ismini aytinglar. U yerda Azamxon bor, keyin Tohir Bashirov, haligi nima bo'lamiz, keyin bular ikkita sizga ko'proq siz yuzingizni ko'rsatdingani Sohibsiz. Keyin kiyimingizni o'sha ustingizga yopayotganingizda bittasi tortuvdi kiyimingizni. Bu kim edi? Tortuvdi. Bu Tohir Bashirov. Hali sudda men telefonga olmadim, videoga olmaganman bu qizni. Biz tahqirlamadik, xalq ko'rsatmasdik. Nima tegmaganman, qo'limni ham tekkizmaganman degandi, lekin videoda uni teskarisi ko'rsatib turibdi. Endi o'z-o'zidan bitta savol tug'iladi. Keling, mana nima qilaylik, bularda eng oxirgi quroli shu edi. Endi uni ham bir to'g'rilikcha chiqarishmadida, montaj qilib orasiga bir nimalar qo'shib, ayirib, chatib chiqarishyapti. Endi bundan maqsad men kechadan beri bunday ko'raman. Bu endi sinib qoladi. Men nimaga to'xtayman? Men boshida bilardim nima bo'lishini oxirigacha, boshida chiqqan. Bu video borligini ham bilasiz. Men aytdim-ku, olmagan. Meni kiyimsiz holatdagi videom bor ularning qo'lida. Lekin agar tezkor xabar bo'ladigan bo'lsa, nimaga darvozani oldidan olinmayapti? Birinchi marta kirilayotgan bo'lsa. Haqiqatdan ham o'tda siz 30-40 sekunddan keyin keldi dedingiz, shunga to'g'ri kelyapti. Bir 30 sekundda o'sha ichkari kirib kelishyapti. Keyin endi Sirojibon aka bir keyinroq fikrlaydigan bo'lsak, ikkita odam ahmoq emas, u hamma yoqda ochib olib nimadir ish qilgani. Keyin aytdim, men burchakda kaltaga o'tirganim ko'rinib turibdi. O'rnimdan tura olmayapman. O'sha yerda o'tirib qolganman men shundaycha. Faqatgina badanimni yopishga harakat qilyapman. Keyin ularning jirkanch harakatini ko'ryapsizmi? Ular yuzimni emas, badanimni ochishga harakat qilyapti. Hamma yoqda olib uloqtiryapti. Nima sizga odamni yuzidan tanidimi yoki badanidan tanidimi? Xo'p, men mana shu harakatlardan norozi bo'lib chiqqandim. Endi tergovchimiz nima deb izoh berar ekan? 83 kun oxlagan tergovchimiz. Yoki bular endigi sudda, mana bular yaqinda jinoyatda kassatsiya sudiga berishdan oldin nimamizdir bor deyishdi, o'zi taxmin qildim, shunaqangi bir montajli bir nima chiqib kelsa kerak degandim. Yaxshi